Assalomu alaykum. Va alaykum. Keling. Keling. Chaqirtirgan ekansiz. Bek Muhammadman. Yuzga uydagilar jo'natuvdim qizingiz so'rab. Ha. Bek Muhammad. Qani? Keling, o'tiringchi. Chaqirtirgan ekansiz. Ha, bir ko'ray deb gaplashaylik dedik. Siz o'zingizda borini aytmasdan avval sizga birgina savolim bor. Agar Allohning niyatida to'g'ri javob bersangiz, mana sizniki. Ha, shunaqa deng. Bugun bomdod namoziga soat nechida azon aytildi? 3 ta. 20 ta kam to'rda. 6 da. Bu qo'ying, o'zingizni qiynamang. Meni gavharim juda qimmat turadi. Sizni mahringiz yetmas ekan mana. Bu soat millari ish uchun yoki o'qish uchun sozlansa-yu, bomdod namozini vaqtlari devorlar orasida qolib ketsa, o'zini dinini, sha'nini himoya qila olmagan qanaqa qilib meni sha'nimni himoya qila olmaysiz? Uzr. Sizga qizimni ishonib topshira olmayman.